Mana bizda qoralama mavjud. Qoralama nima? Hop, mijoz misol uchun buyurtma bermoqchi, mahsulotlar tanlangan, misol uchun raqamlar kiritilgan. Hop, mana ham kiritaman. To'lov turlari tanlangan. Hop, hammasi kiritilgan. Endi bizga buyurtma berishimiz kerak, lekin holat bo'ldi. Shunaqa holat bo'ldi. Bizda mijoz tanlagan mahsulotlar ma'lumoti kerak, lekin mijoz hali buyurtma berishga tayyor emas. Shunda buyurtma yaratish bosmaymizda. Qoralamani bosaman. Yozaman. Hop, mana sababini yozdim, eslatma. Qo'shib bosaman. Bo'ldi, bu yerda bizga kiritgan ma'lumotlar o'chib ketdi. Endi mijoz yana qaytib ishonch hosil qildi. Yana qaytib buyurtma bermoqchimiz. Qoralama bo'limiga qaytaman. Mana bizda kiritib qo'yganmiz. Mana eslatmasi bilan. Davom etish tugmasi bosiladi. Mana bizda hamma mahsulotlar kiritilgan, hamma ma'lumotlar. Buyurtma yaratish bosib, bizga qaytib buyurtma berishimiz mumkin. Hop, mana bu yoqda biz yaratgan buyurtmalar.